Suv qishloq xo'jaligida eng muhim resurslardan biri. Uni tejash, har bir tomchisidan unumli foydalanish bugungi kunda sohaning asosiy vazifalaridan biriga aylangan. Shu maqsadda mamlakatimizda suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, fermerlarni zamonaviy sug'orish tizimlari bilan ta'minlash va ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday islohotlar samarasi Andijon viloyatining Bo'ston tumanidagi fermer xo'jaliklari faoliyatida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Abdullajon Shermatov yosh fermer. U Bo'ston tumanida 100 gektar maydonda paxta va g'alla parvarishlaydi. Yosh bo'lishiga qaramay zamonaviy agrotexnologiyalarni amaliyotga joriy etmoqda. Fermer xo'jaligida Shinjon usulidagi tomchilatib sug'orish texnologiyasi qo'llanilgach, sug'orish jarayoni ancha yengillashdi. Ilgari ekin maydonlarini to'liq sug'orish uchun bir haftadan ortiq vaqt talab etilgan bo'lsa, endilikda bu ish 2-3 kunda yakunlanmoqda. Natijada suv sezilarli darajada tejalib, vaqt va mehnat sarfi kamaymoqda. Tomchilatib sug'orish texnologiyamiz hozirda ish jarayoni yaxshi ketyapti. Oldingi an'anaviy holatda 1 gektar maydonga 3000 kuba suv ishlatgan bo'lsak, hozirgi ushbu texnologiya bilan 750 kuba bilan yetyapti shu suvimiz. 12 soatda 20 gektar maydonni bemalol sug'orib ulgayapti. Mamlakatimizda prezidentimiz tashabbusi bilan suv resurslaridan oqilona foydalanish va suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish borasida olib borilayotgan islohotlar ana shunday fermerlarning ishini yengillashtirmoqda. Bo'ston tumanida ham zamonaviy sug'orish usullarini qo'llayotgan fermerlar safi tobora kengaymoqda. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish jarayonida Norin Qoradaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi hamda Bo'ston tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi mutaxassislari tomonidan fermer xo'jaliklariga zarur texnik va amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Bu suv tejovchi texnologiyalar afzalligi shundaki, suvni iqtisod qilish, keyin bu sug'orishda ko'llatib sug'orish, ekinlarda ezib qo'yish holatlaridan sal uzoqroq bo'ladi, hosildorlik yaxshi bo'ladi. Mana o'tgan yilgi ekin maydonlarini sarhisob qilsak, shundan mana suv tejovchi texnologiyalar joriy qilgan fermerlarimiz hosildorlikni 5 sentner, 10 sentnerdan oshiqcha hosil olishdi. Bo'ston tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi tomonidan bu yo'nalishdagi ishlar tizimli ravishda tashkil etilgan. Bugun tumanda amalga oshirilayotgan bunday islohotlar nafaqat suv resurslarini asrash, balki qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, fermerlar daromadini ko'paytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda. Gulzira Rustam va Nasibilla To'rajonov Zamon informatsion dasturi uchun.